Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga oddiy klassik uslubdagi asarni qanday qilib zamonaviy estrada yo'nalishida jaranglatish mumkinligini ko'rsatib beraman. Birinchi tavsiya akkordlarga rang berish. Oddiy do major 3 tovushligini chalib ko'ramiz. Ya'ni do, sol. Bu klassik variant. Endi esa 7-pog'onani qo'shamiz. Ya'ni do, mi, sol, si, do. Estrada musiqasida biz oddiy 3 tovushliklardan qochamiz va ko'proq septakordlardan foydalanamiz. Bu esa musiqaga shira va zamonaviy rang beradi. Ikkinchi tavsiya ritmik sinxronlash, ya'ni sinkopa. Biz bunda ikkita qo'lda ham metronomdek tekst chalamiz. Endi esa kuyni biroz kechiktirib yoki vaqtidan oldin sinkopa bilan chalamiz. Estrada yo'nalishida ritmik erkinlik va sinkopalar muhim. Endi esa bitta kuyni namuna tariqasida ikki xil uslubda, ya'ni klassik va estrada jaz uslublarida chalib va taqqoslab ko'ramiz. Musiqaga rang bering va ritmni tajriba qilishdan qo'rqmang. Shunda ijroingiz zamonaviy va chiroyli chiqadi.